haydovchilik huquqidan mahrum etilganda qayta imtihon topshiradimi deb so'rashadi. Oddiy tilda aytganda pravo lishad deydi, masalan, undan keyin imtihon topshiramanmi yoki shunchaki muddat o'tgandan keyin borib turib arizani beraman, tiklab berishaveradimi deb savol berishadi. Do'stlar, bitta narsani bilish kerak. Vazirlar Mahkamasining 408-sonli qarori bor. Shuni 2-ilovasini 37-bandida keltirilganki, haydovchilik huquqidan mahrum qilish tegishli tartibda bo'ladi, ya'ni sud tartibida bo'ladi va bundan keyin muddat o'tgandan keyin bu muddati qancha bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni masalan sud tomonidan aytaylik 1 yil, 1,5 yil berilmadi-da, 2 oy berildi yoki borani 1 oy qildi, yengilroq bo'lsin deyapti. Farqi yo'q qancha muddat bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha muddat o'tganidan keyin tibbiy ko'rikdan o'tiladi. Nazariy va amaliy imtihonlar topshirgungacha malakasini oshiradi deb belgilangan. Ya'ni bu degani tibbiy ko'rikdan o'tib, malaka oshirib, keyin nazariy va amaliy imtihonlar topshiriladi. Ya'ni xuddi umuman shu guvohnomangiz oldin bo'lmagandek hamma imtihonlar topshirasiz, undan oldin o'sha tibbiy ko'rik va hamma tartiblarni ham o'tasiz degani.